Assalomu alaykum do'stlar. Pulmanba YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yangi o'zbek sayti orqali oson pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Birinchi navbatda saytdan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Saytdan ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqam, ikkinchi qatorga kuchliroq parol, uchinchi qatorga o'sha parolni qaytadan kiritamiz, to'rtinchi qatorga esa rasmdagi kodni kiritamiz. So'nggida esa mening taklif kodimni kiritamiz. Va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, muvaffaqiyatli tarzda ro'yxatdan o'tib olish mumkin. Keyin esa kirish bo'limiga o'tib, login parol terib, rasmdagi kodni kiritib, kirish tugmasini bosib, Fast AI saytiga kirib olish mumkin. Ushbu saytda asosan depozit qilib, robot sotib olib, kunlik daromad olib, pul ishlash mumkin. Birinchi navbatda qanday qilib robot sotib olish kerakligini ko'rsatib o'taman. Buning uchun o'rtadagi tugmani bosib, biror robotni tanlaymiz va ko'k tugmani bosamiz. Albatta, balansingizda yetarli pul bo'lsa, sotib olishimiz mumkin. Boshlang'ich robotning narxi $10. Hozir investitsiya qilingni bosamiz. Ana endi bu robotning daromadini mening robotim bo'limida ko'rib turishimiz mumkin. Ana endi birinchi bo'lib, qanday qilib saytdan pul yechish mumkinligini ko'rsataman. Bundan avval biz kartamizni qo'shib olishimiz kerak. Bank kartasi tugmasini bosib, plus tugmasini bosib, yangi bank kartasini yoki USD TTRC20 hisobingizni qo'shib olishingiz kerak. Shundan keyin orqaga qaytib, pul yechish tugmasini bosamiz va birinchi qatorga qancha yechishimizni yozamiz, ikkinchi qatorda kartamizni tanlaymiz. Uchinchi qatorga tranzaksiya parolingizni yozasiz. Uni tizim sozlamalarim bo'limidan qo'shib olgan bo'lishingiz kerak. Hammasini to'ldirib bo'lgach, topshirish tugmasini bosasiz va muvaffaqiyatli pul yechib olgan bo'lasiz. Bu saytdan qo'shimcha daromad olmoqchi bo'lsangiz, agent bo'limi bor. Ushbu bo'limda siz turli VIP darajalarini ko'rishingiz, bu yerda siz qancha odam taklif etsangiz, qaysi VIP darajaga ko'tarilishingiz batafsil ko'rsatilgan. Hammasini shoshmasdan o'qib chiqishni maslahat beraman. VIP 6 ga ko'tarilganingizda siz saytdan foizsiz pul yechishingiz mumkin. Oylik ish haqingiz esa $1000, ya'ni 12 million bo'ladi. Bu rostdan ham juda zo'r. Undan tashqari, saytda bepul mukofotlar bo'limi ham bor. U bo'limda siz turli vazifalar bajarib, passiv daromad olishingiz mumkin. Bu ham siz pul ishlashingiz uchun yaxshi imkoniyat. Bozor bo'limida esa siz kripto statistikalarni kuzatib turishingiz mumkin. Mening savdolarim bo'limi sizga bu imkoniyatni beradi. Xohlasangiz ma'lumotlar ham olishingiz mumkin. Fast AI guruhi ham qo'shilib qo'yishingizni tavsiya etaman. U guruhda siz sayt haqida yangiliklardan boxabar bo'lishingiz va odamlar bilan saytni muhokama qilishingiz mumkin bo'ladi. Yordam bo'limidan yordam olishingiz, depozit bo'limidan esa siz saytga sarmoya qilishingiz mumkin. Qancha kiritmoqchimiz, shuni tanlaysiz va depozit usullaridan birini tanlab, topshirish tugmasini bosasiz va sizni to'lov sahifasiga olib o'tadi. Keyin esa quyidagi katta raqamiga pul yuborishingiz kerak bo'ladi. Sizda boshqa karta raqami chiqishi mumkin. Pulni yuborib bo'lgach, skrinshotni, ya'ni to'lov chekini shu tugmani bosib yuklab olasiz va подтвердить платеж tugmasini bosasiz. Shundan keyin orqaga qaytishingiz va adminlar to'lovingizni tasdiqlashini kutishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, siz saytga do'stlaringizni taklif etib ham pul ishlashingiz mumkin. Jamoa bo'limida siz taklif etgan do'stlaringiz daromadi va siz ulardan ko'rgan daromadingizni kuzatib tursangiz bo'ladi. 3 ta daraja bo'yicha pul ishlaysiz.
Taklif havolangizni hisob bo'limiga o'tib, do'stlaringizni taklif qiling tugmasini bosib, shu yerdan nusxalab olishingiz va uni tarqatib pul ishlash mumkin. Albatta, ular saytga sarmoya kiritish orqali hamkor bo'lsa. Saytning ilovasi ham mavjud. Appni yuklab oling tugmasini bosasiz va shu sahifadan agar siz Android ishlatsangiz, Androidga yuklab olish, agar siz iOS ishlatsangiz, iOSga yuklab olish tugmasini bosib, yuklab olishingiz mumkin. Shu yerdan foydalanish mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.